Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan men yana Isroil Bazbek. Bugun sizlar bilan navbatdagi videomizni boshlab olamiz. Videomizning mavzusi API versioning, ya'ni API larni versiyalash. Bu bizga nimaga kerak? Buni to'g'risi ko'pchilik pisand ham qilmasligi mumkin, oddiy mavzu deb, lekin siz buni to'g'ri ishlatadigan bo'lsangiz, bu katta loyihalarda juda ham foydali narsa hisoblanadi. Siz API larni versiyalashni yaxshilab bilib olishingiz kerak, buni qanaqa ishlashligini ham. Xo'p, ko'p cho'zmaymiz, bo'lmasam asta boshlab olamiz. API larni versiyalash bu nima? Bu API lar yordamida ishlaydigan tizimlarni o'zgarishini boshqarish uslubi. Ya'ni siz eski versiyalarni, yangi versiyalarni boshqarishingiz mumkin va eski versiyalarni saqlagan holatda yangi versiyalarni ham yaratishingiz imkoniyatini beradi. Versiyalash orqali eski versiyalarni qo'llab-quvvatlash va yangi xususiyatlarni qo'shish mumkin. Bu esa tizimni doimiy ravishda rivojlantirish imkoniyatini beradi. Xo'p, bo'lmasam rasmga qarab olamiz. Ko'rib turibsizlar, qaranglar. Tasavvur qilamiz, bizda loyiha bor, productionga chiqqan, odamlar ishlatmoqda va uni dasturi ham bor, ya'ni Play Marketdan yoki App Storedan yuklab olishgan. Ular yuklab olib ishlatib yurishibdi va sizda ishlab turgan API ga yangi xususiyat qo'shishingiz kerak, ya'ni feature qo'shishingiz kerak. Siz qo'shdingiz, productionga chiqasiz, yubordingiz. Endi unga nima qilish kerak? Flutterchilar unga kod yozish kerak. Uni siz API'ingizga qarab turib, uni ham nima qiladi? Kodni yangilaydi. Uni yangilaguncha mayli uni Play Marketga ham chiqazib bo'ldi deylik. Lekin eski versiyasini yuklab olgan foydalanuvchilar nima qiladi? Ular yangilang degan bo'lsa, yangilanmaydigani qancha? Masalan, o'zimga ham ba'zi bir dasturlar bor, kiraman, yangilang deb yotadi, lekin yangilash xohlamayman. Ishlatib yuraveraman. Ular ham shunaqa qiladigan bo'lsa, sizning holatingizda nima bo'ldi? Siz asosiy API ga hamma o'sha yangilanishlarni qo'shib tashladingiz. Endi eski app butunlay ishlamay qoldi. Va sizdan foydalanuvchilar nima bo'ladi? Shikoyat qilishi mumkin dastur haqida va ular norozi ham bo'lib qolishi mumkin. Mana shu holatlarni oldini olish uchun global yangilanishlarni versiyalashga o'tkazish kerak. Hamma yangilanishda ham emas, asosiy API da hal bo'ladigan bo'lsa, uni hal qilsa bo'ladi. Ya'ni shu yo'l bilan qilgan yaxshi. Lekin qanaqadir katta, ya'ni kattaroq yangilanish bo'ladigan bo'lsa va aynan asosiy API da uni o'sha o'zgarishlarsiz, ya'ni API ning o'zgarishlarisiz hal qilish imkoniyati bo'lmaydigan bo'lsa, uni versiyalarga o'tkazgan ma'qul. Bugun sizlar bilan shu narsalar haqida gaplashamiz. Qani bo'lmasam ko'p cho'zmaymiz, amaliyotga o'tamiz. Xo'p, menda bitta loyiha bor. Men Postman ochib olaman. Bizga Postman kerak bo'ladi albatta. Bu yerda mana bu yerda versiyalarni qolib ketibdi. Storni ham ochib tashladik. Xo'p, mana bu yerda, demak, ko'rib turibsizlar, bizda postlarni oladigan qismi bor. Mana bu yerda serv qilib olishim kerak. Ko'rishlar mumkin. Bizda postlar bo'sh, ya'ni bitta yaratib yuboramiz. Mana, ko'rib turibsizlar, bizda ishlashni boshladi. Bizda bor yangilanishlar, ya'ni loyihamiz ishlab turibdi. Endi bizga headshotni mana shu post yaratish qismiga rasm qo'ygan va bu rasm kiritish majburiy bo'lsin. Bizga shunaqa shart headshot, ya'ni qanaqadir taskimiz bor. Okay. Masalan, biz versiyalash haqida bilmaymiz, bu tomonlarni o'ylab ko'rmadik. Biz nima qilamiz? Kelamiz, birinchi bo'lib validatsiyadan boshlaymiz. Ya'ni kiritish majburiy deyildi deb, ya'ni validatsiya qo'shamiz. Ya'ni o'sha required bo'lsin deb aytdik. Mana buni oddiy required qo'ya qo'ydik. Okay. Endi nima bo'ladi? Biz qo'shdik, asosiy API ga qo'shdik, endi mana bu tomonda o'zi yaraladi. Endi bu yangilanish chiqdi deylik, Flutterchilar, ya'ni mobil dasturchilar uni yangilashdi va Play Marketga chiqazishdi. Lekin eski app ishlatib yurganlar shundoq qaradi, yangi post yaratmoqchi edi, send qildi. Ular title bilan body to'ldirdi, send qildi. Lekin aytayotdiki, bizani backendimizga aytayapti, image field is required. Ya'ni rasm to'ldir, rasm yukla deb aytayapti bizanki. U qaraydi, qayerda u rasm yuklaydigan joy bor deydi. Qarasa rasm yuklaydigan joy yo'q. Lekin appimiz ham ishlamayapti. Aytar deydi, ishlamas ekan-ku, bu ishlamay qoldi deydi. Bo'ldi, qaytib kirmasligi mumkin, hatto o'chirib ham tashlashi mumkin sizning dasturingizni. Ya'ni bu holatlarni ham oldini olish uchun, ya'ni bizga foydalanuvchilarni roziligi kerak, ularni iloji boricha biz xursand qilishimiz kerak. Shuning uchun ham biz buni versiyalaganimiz ma'qul. Versiyalash oddiy, mana ko'rib turibsizlar, bu oddiy kontrollerimiz bo'lsa, endi menda route bor, API bor, mana bu bo'sh. Men nima qilaman? Route
prefix ishlatasizlar, buni ya'ni rautlarni ishlatishni bilganlar biladi. V2 qilamiz va shuni ichiga yozilgan rautlarimiz hammasi demak V2 prefiksidan keyin boshlanadi. Ya'ni boshlangandan keyin API V2 va buni ichiga yozgan rautlarimiz mana shundan keyin boshlaydi. Okay. Bu joyga ham postsni qo'yamiz va ko'rib turibsizlar, ikkalasiga birdan bo'lmaydi. Endi nima qilamiz? Birinchi bo'lib kontroller yaratishdan boshlaymiz. Bizga kontroller kerak. Make kontroller bu API bo'ladi. Chunki API papkalab turibdi. O'zi agar loyiha boshlaydigan bo'lsanglar, loyiha kattalash ehtimoli bor bo'lsa, uni versiyalarga bo'lib ketgan yaxshi. Ya'ni boshlanishidan API papkaga ochibmi, ular V1, V2 qilib ketgan yaxshi. Ya'ni V1 dan boshlab ketgan yaxshi demoqchiman. Hozir bizning kodimiz nima? API papkani o'zida turibdi, bo'ldi. Hech qanaqa versiyasi yo'q. Shuning uchun nima qilishimiz kerak? V2 qilaman-da, post kontroller deb ketaman. Okay, mana V2 ning ichiga post kontroller ochib ketdim. Endi mana bundagi kodlarni olaman. Menga bu kerak. Menga bu narsa kerak. Va bu yo'lga qo'shamiz. Endi mana bilan chaqirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Yaxshi, 100 qilib qo'ydik. No, yaxshi. Endi qaranglar. Bu post store request edi. Bundagi image o'zi yo'q edi. Birinchi versiyada yo'q edi. Bu ikkinchi versiyaga qo'shishimiz kerak. Hozir ikkalasiga bitta request bo'lib qoldi. Shuning uchun nima qilishimiz kerak? V2 uchun ham alohida nima bo'pti bizga? Request yaratishimizga to'g'ri kelib qoldi. Buni qilsak bo'ladi. Make request. Buni ham V2 ga olaman. Post store request. Bo'ldi. Bunga kiramiz. Postlarni avtorizatsiya qilib qo'yamiz. Okay, title body ham bo'ladi. Bunda qo'shimchasiga image ham bo'ladi. Image ham bo'ladi. V1 da yo'q, V2 da bor. Endi mana buni nima qilishimiz kerak? V2 dan chaqirib qo'yamiz. Bo'ldi. Biz kontrollerni sozladik, deylik, yangilanishlarni qildik. Endi bitta routga kelamiz-da, mana bu narsani qilamiz. Endi qaranglar, ikkalasi ham post kontroller edi. Bu API ning ichidan kelyapti, ya'ni birinchi versiya. Mana bu ikkinchi versiya bo'lishi kerak. Bu holatda mana bu yechim qilsa bo'ladi. Ya'ni prefix namespace ni o'zidan alias qilib turib yechim qilsak bo'ladi. Hozir klasslar nomi bir xil bo'lgani uchun xato beryapti. O'shaning uchun V2 post controller deb turib bunga alias berib, mana buni o'sha alias bilan qilsak bo'ladi. Okay, bo'ldi. Endi ko'ramiz, qaranglar. All qilamiz va bu bizning birinchi versiyamiz. Birinchi versiyamiz yaxshi ishlab turibdi. Yaxshi. Endi V2 ga o'tkazamiz. Yuqorisiga V2 desam, mana bu URL ichidan shunchaki API gacha bor. V2 post deb send qilmoqchi bo'lsam, mana endi yangi versiyadan boshlab rasm qo'shildi va rasm kiritish majburiy. Image, ya'ni image deb liboy narsa, xohlagan narsa berib turaveramiz. Mana endi bu ishlashni boshladi. Va biz nima qildik? Buni versiyalashga bo'ldik. Ya'ni V2 holatiga olib keldik. Mana ko'rib turibsizlar. Va mana bu narsamiz ham ishlashni boshladi. Va siz deydik, bizda advanced response degan videoyim bor edi. U joyda nima edi? Responslarni bitta holatga olib kelish. Siz deylik birinchi holatida yomon qilib tashagandingiz, mana bitta joyda post, mana boshqa masalan produkt bo'lsa produkt qilib tashagan edingiz va siz uni yangilamoqchi bo'lsangiz, birdan nima qilasiz? Eski versiyada yangilab qo'yadigan bo'lsangiz, mana bu V1 edi. V1 da post bo'lib kelyapti. Siz shuni birdan o'sha datagami yoki ma'lum bir boshqa narsaga o'zgartirib yuborsangiz, ishlab turgan app ham ishlamay qoladi. Sababi ular post obyektini kutyapti. Siz uni nomini o'zgartirib tashladingiz. Shuning uchun ham bunaqa yangilanishlarni ham shu versiyaga olgandan keyin o'zgartirib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni yangi chiqyapti, unga ham o'sha Flutterchilar ham, o'sha frontendchilar ham yangitdan yozadi. Bitta shablon ushlab olasiz, ketaverasiz. Mana V2 da deylik hammasini dataga o'zgartirdik deylik mana. Hammasi data bo'lib boradi. U produktmi, usermi, hammasi data sifatida boradi. O'shanda nima bo'ladi? Unda hech qanaqa muammo duch kelmaydi. Ya'ni har safar u har xil narsa qilib o'tirmaydi. Va deylik V2 da resursimiz ham boshqacha bo'lishi kerak. Mana V2 all qilib ko'raylik. Bu yerda ko'rasizlar, faqat title bilan body chiqadi. Endi rasm ham saqlagandan keyin u rasmni ham chiqazib berishimiz kerak, to'g'rimi? Okay.
Bu holatda ham eskisiga ham rasm qo'shib yuboradigan bo'lsangiz, ya'ni bitta resurs ishlataman desangiz, deylik bitta resurs ichiga ya'ni image qo'shib yuboraylik. This image endi yo'q, endi bu saqlangan deylik. image.png. Agar bilsanglar, Flutterchilarda u har bir mana shu response uchun, mana bular uchun model yaratishadi. Ular modelni ID, title, body va created updated uchun yaratgan bo'lsa, biz endi image qo'shishni boshladik. Aynan o'sha API ga hech qanaqa o'zgartirmasdan, versiyaga olmasdan qo'yadigan bo'lsak, modeliga to'g'ri kelmasdan xato berishi mumkin. Ya'ni umumiy nima bo'ladi? Yo'q narsani yuborib qo'yganimiz uchun ular ishlamay qoladi, ya'ni dastur ishlamay qoladi. Shuning uchun bunaqa yangilanishlar bo'ldimi, umumiy shunaqa zarracha narsa yangilandimi, demak, bu Flutter buni ta'sir qiladi, hattoki data type ham. Deylik, ID integer bo'lib kelyapti, bu string bo'lib qoldi mana. String o'zgarib qoldi. Bunga ham ularda xato chiqadi. Agar bilmayman, oldin olsa bo'ladimi, lekin bizda ko'pchilik Flutterchilarda data type to'g'ri kelmay qolsa ham xato beradi. Ya'ni modelda ular aniq ko'rsatadi. O'sha string bo'lsin, integer bo'lsin deb va bizdan o'sha narsani kutadi. Shuning uchun bunaqa yangilanish bo'ldimi, biz ularga yangi versiyada qilib berishimiz kerak. Shunda nima bo'ladi? Resursimiz ham v2 ga bo'linadi. v2 resurs bo'ladi va ichiga image qo'shiladi. Va eski resursimizni mana bu tartibda qolishi kerak. Okay, endi routerga qaytamiz. Endi bilasizlar, loyiha, realni haqiqiy loyihalarda router juda ham uzun bo'lib ketadi. Ya'ni 400 qator, 500 ta router bo'lishi mumkin. Va siz API V1 ni ham, V2 ni ham, keyinchalik V3 chiqadigan bo'lsa ham, hammasi bitta faylga yozsangiz, bu juda ham noqulay. Ya'ni siz o'zingiz adashib qolasiz. O'shaning uchun ham men nima qilaman? Alohida olib chiqib ketishni yaxshi ko'raman. Oddiy require qilasiz. Men buni API papkaga ochishni yaxshi ko'raman. API V2 qilamiz va shu yerga ochamiz. PHP route chaqiramiz. Fasaddan keladi route. Bunaqa kontroller yo'q. Endi bunga alias berishimiz shart emas. Buni o'zini chaqirib qo'yaveramiz. Mana V2 dan chaqiramiz va bu yerdan chaqirib qo'ydik. Endi mana bu narsa bizga kerak emas. Deylik, prefix ichida mana bu chaqirilgan bo'lsa, hozir ko'ramiz. V1 ko'ramiz, ishlab turibdi. V2 qiladigan bo'lsak, V2 miz ham nima ishlab turibdi va mana bu ham o'zgardi, bitta shablon asosiga olib kelib qo'ydik. Va bilishinglar mumkin, mana bu tartibda yangilab qo'ysanglar, masalan V1 ni ham iloji bo'lsa olib chiqib qo'ysanglar, mana bu tomonga har biri alohida turadi. Va V2 ni routerlari alohida fayl. Buni endi tushundinglar deb o'ylayman. Xo'p, API versiyalashdan maqsad shu. Eski versiyani saqlagan holatda yangi versiyalarni olib chiqish. Mana qisqa qilib aytganda, va siz bu narsani amalda qilishingiz kerak. Bu ham sizni skilllaringizga bir qo'shimcha bir foyda bo'ladi va o'zingizni rivojlantirishingizga bir sababchi ham bo'ladi. Anchagina professional yondashgan sifatida bo'lasiz. Xo'p, bugungi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam shulardan iborat edi. Sizlar bilan Isroil Bazbek bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.